Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani O'qchi mahalla fuqarolar yig'inida yangi qurib bitkazilgan 150 kvadratli xonadonga xonalar qishda issiq bo'lishi uchun isitish tizimini o'rnatib berdik. Assalomu alaykum, Kategoriya kanalining hurmatli tomoshabinlari. Biz bugun navbatdagi ustanovka jarayonida hozir sizlarga 100% to'liq tushuntirib o'tib ketamiz. Bu O'qchi mahalla fuqarolar yig'inida gaz yo'q ekan, shuning uchun isitish tizimini ko'mirli kotelga moslab berdik. Video boshidan mana shu 150 kvadratli xonadonga kotel, dimoxod, xizmat haqqi, radiatorlar hammasi общий umumiy 27,5 million so'm bo'ldi. 27,5 million so'mning ichiga nima-nimalar kiradi? Hozir video davomida sizlarga aytib ko'rsatib o'tib ketaman. Video boshidan albatta like bosib, kanalga podpisatsiya bo'lib, kimga shuna kotellar, isitish tizimini o'rnatadigan santexnik ustalar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Biz santexnik brigadamiz faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqarida biz asosiy yo'nalishimiz gazlashtirilmagan hududlarga shunaqa ko'mirli kotellar ishlab chiqarish. Zevur o'zimizning milliy brend kotel showroomimiz bor. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani. Tashrif buyursalar, o'zimiz ishlab chiqargan shunaqa pol avtomat, bunkerli avtomat kotellar bor. Qolaversa, rossiyskiy, turkiy har xil 20 xildan ortiq ko'mirli kotellar bor. 27,5 million so'mlik proyektimizga nimalar kirdi, hammasini sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Xonadonimiz yangi qurib bitkazilgan xonadon, juda ham zo'r, chiroyli proyektga tushgan. Bu tomonda xo'p, bitta xona bor, xonaning orqasida yana bitta xona bor. Hozir o'rtada koridorga kirib sizlarga ko'rsatib qo'yaman. O'rtada koridor, yangi qurib bitkazilgan isitish tizimini o'rnatib, keyin ko'chib chiqamiz deyishdi. Xudo xolasa, chiroyli qilib isitish tizimini o'rnatib berdik. Chap tomonda bitta katta xona bor, shuga kiramiz. Polni isitish tizimimiz mana shunaqa radiatorlardan iborat bo'ldi. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladigan sistema bo'ldi. Mana shunaqa har xil razmerdagi panelli radiatorlardan 6 donasini ustanovka qilib berdik. Video davomida aytib ketaman. Mana shu bir dona radiatorda 500 ming so'mdan ustanovka qilib berdik. Tom tepasida sentralniy 40 podachi bor. Poltayda sentralniy 40 podachilar bor. Mana shu 6 ta radiator, bitta koteldan bitta tochka kiradi. 3,5 million so'm xizmat haqqi oldik xizmatimizga. Shu isitish tizimiga nimaga kelsa, hamma narsani xonadon egalarini ovora qilmasdan o'zimiz olib kelib ustanovka qilib berganmiz. Turba bormi, radiator bormi, kotel, hamma narsani atotigacha, shurupagacha o'zimiz olib kelib komplekt ustanovka qilib berdik. Qaranglar, 150 kvadratli xonadon 300 kvadratli kotelni o'rnatdik. Sababi bu tomonlar isitish tizimi hali o'rnatilmadi. Keyingi yil mana shunaqa paytda bu tomonga ham isitish tizimi o'rnatiladi. Bu tomonga gidetda yana 5 ta radiator ketadi. Bu tomonga 6 ta ketadimi? Bu tomonga 2 ta xona bo'ladi. Shuning uchun 300 kvadratga yetadigan katta ko'mirli kotel tanlashdi. Endi podachimiz chiqib ketyapti. Mana shu yerdan peregorodka bo'ladi, devor bo'ladi. Shu podachi shekka qatiriladi. Hop, kotelimiz narxi 8 million 300 ming so'm bo'ldi. 30 kvadratlik zevur, atrofi bez utoplenniy kotel. Alohida kotel xona borligi uchun, qilishlari uchun, rejada bo'lganligi uchun bez utoplenniy tanladik. 8 million 300 ming so'm. Bu xonadonimizga, ustanovkamizga 4 ta ichi tashi nerjavekali sendvichli bazaltli dimoxodimizni qo'ydik. 1 metr 20 sm bo'ladi. 450 ming so'm narxi. 1 million 950 ming so'm bo'ldi. Tepada yana bitta 150 ming so'mlik shapkasi bor. Dimoxod komplekt 1 million 950 ming so'm bo'ldi. Xo'p, obratkamizga bitta sirkulyatsioniy nasos qo'shimcha qo'yib qo'yganmiz, suv yaxshiroq aylanishligi uchun. Kotelimizni tushuntirib o'tib ketsam, tepadan yonuvchi verniy galeniya kotelimiz yonish qismiga 45 kg ko'mir oladi. 300 kvadratli xonadonlarda 20-24 soat yonib beradi. Vodinnoy kolasnik listlari haqiqiy rossiyskiy горячий, issiqqa chidamli kotel uchun ishlab chiqarilayotgan asomniy listlardan bo'lgan. 45 kg ko'mir solsangiz, ko'mir o'tin solasizmi, ko'mir solasizmi, universal ko'mirga ham ishlaydi. Agar uyingizda o'tin bo'lsa, o'tinga ham ishlab beradi. Ashtan ko'mirni o'tinda issig'ini maksimal darajada 90-95% o'zida olib qoladigan juda ham kuchli teplamennligi bor. Mana mashinalardan ilon izi bo'lib, yoqqan ko'miringizni, o'tiningizni issiqligini polniy olib chiqib ketadi. Kotelimizni stali 3 mm lik stal, ochiq sistemalarga, samotok sistemalarga mo'ljallangan. Polniy kotelimiz, mana shu e'tibor berasizlar. Mana shu eshik qismida germический asbest bor, hit-pit, cho'q-po'q bu narsa chiqmaydi. Kotelimizni nimasini olib kelinglar? Bu lisini faqat eshikni qo'yib qo'ymasdan yonish qismiga
mana o'zini qalin 6 mmlik rossiyskiy haqiqiy po'latini qo'yib qo'yganmiz. Mana shu uncha katyolda yo'q. Mana shu narsa mana sizga mana shu eshigi uzoqroq ishlash uchun hamma eshigiga mana shunaqa listlarni qo'yib qo'yganmiz. Eshiklari, polniy ruchkalari ligrovchniy 1-2 yildan keyin xit chiqsa, mana shuni aqa-baqa bo'lib ligrovka qissalaring bo'ladi. Katyolimiz 30 kilovatlik katyol o'zini ichiga 70 litr atrofida suv oladi. Juda ham 7 o'lchab bas, 12 marta o'lchab, hamma yo'g'i qilingan, hamma yo'g'i tozalanadi. Davlat standartlari bo'yicha katyol ishlab chiqarganmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. 27,5 million so'm mablag' ketdi. 3,5 million so'm xizmat haqqi olindi. 8 million 300 ming so'm katyol bo'ldi. 1 million 950 ming so'm dimoxod qismi bo'ldi. Qolgan pul radiator, turba, izolyatsiya shunaqa narsalarga ketdi. 150 kvadratli xonadonga isitish proyekti 27,5 million so'mga tushdi. Videoda aytilmagan joylarimiz bo'lsa, bemalol kommentariyada savol berishlari mumkin. Xudo xolasa chiroyli qilib javob berishga harakat qilamiz. Katyolimizni komplektda o'zini shunaqa traynoyi, termostati, ventilyatori bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, katyol uzga murojaat qilaverasizlar. Zevr o'zimizning milliy brend, shu brendni eslab qolinglar. 12 ta viloyatga chiroyli qilib dastavkasini qilib beramiz. Biz katyol showroom ko'rmoqchi bo'lsalar, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Pastdagi raqamlarga Telegramdan lokatsiyasini yozsalar, joyimizni ma'zini tashab beramiz. O'zimizda milliy katyollar, rossiyskiy, turetskiy, har xil 20 xildan ortiq katyollarimiz bor showroomda. Videoga yana bir bor like bosib qo'yamiz. Bu ishlarimizni Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani O'qchi mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirib berdik. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa, uzr so'raymiz.